Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Salomatmisizlar? Mana biz Javlon aka sababli shu yerlarga kelib qoldik. Maza qilib mana Londonda, Angliyaning sentr joyida mana ko'p soatlarda oldi mana aylanib yuribmiz. Kechki sayr, ishdan kelgan, dam olgan kunlari kechki sayr. Har kuni chiqsangiz har xil atmosferada. Bitta narsa bo'lishi mumkin, lekin atmosfera har xil. Javlon aka, rahmat sizga kattakon. Siz sababli mana shu yerlarga kelib qoldik. Shunaqa qilib mana aylanib yuribmiz, ishlar bo'lyapti, oyliklar ham zo'r, hammasi joy-joyida bo'lyapti. Aka, rahmat katta. Yana kemalarga chiqsak ham, ana videolarni tashlayman. Yo'li katta chaqmalar bor, Yevropadagi eng katta chaqmalagimiz shu bo'ladi mana. Nasib bo'lsa bunga ham chiqamiz, xudo xolasa. Mana ishga borib keladigan avtobuslarimiz. Hozir yana shu avtobusga chiqib qaytamiz biz. Aka, mayli, charchamay. Hammani kelishlariga tavsiya qilaman. Javlon akaga bog'laninglar, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa hamma aytgan ishinglarni chiroyli qilib vaqtida qilib beradi. Vizalarni ham o'zi hamma suhbatlargacha, vizani olishgacha hamma yordamlarni o'zi yordam qilib, qo'llab-quvvatlab yordam beradi. Mayli, hammaga omad, sog' bo'linglar.